Умит студия представляет. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, Umid studiyasining doimiy kuzatuvchilari. Avvalambor barchangizni tobora kun sayin yaqinlashib kirib kelayotgan 2026-yangi yil bayramlari bilan chin yurakdan samimiy muborakbod qilamiz. Yangi yilda yangi omadlar, zafarlar tilaymiz. Oilangizga tinchlik, omonlik, farovonlik, qurt, baraka tilab qolamiz. 2025-yilda ushalmagan orzu niyatlar bo'lsa, albatta 2026-yilda amalga oshishini yaratguvchi Allohdan tilab qolamiz. Mana shunday bayram arafasida yurtimizda bo'layotgan katta to'ylar, tomoshalarni sizga e'lon qilib bormoqchimiz va agar ilojingiz bo'lsa, mana shu to'ylarda ishtirok qilishingizni ham taklif qilib qolamiz. Ya'ni 2025-yil 27-dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Kaltamlar ovulfuqa yig'ini Telman mahallasida istiqomat qilib kelayotgan Pirmatlar sulolasining eng bir davlatli xonadonlaridan biri Arazbekda og'amiz Gulbahor opamizni xonadonlarda katta to'ylarning tomoshalari bo'lib o'tadi. Ularning nevaralari, ya'ni hammamizga taniqli bo'lgan Sapar polvonni farzandi Polvonbek ukamizni sunnat to'ylarining tomoshalari bo'lib o'tadi. Ya'ni endi polvon inson to'y bergandan keyin albatta polvon kurashlar tomoshalarini tashkil qilganlar va barcha polvonlarni mana shu 27-dekabr kuni 13:00 da bo'lib o'tadigan polvonlar kurashiga taklif qilib qolamiz. Yutuqlarni e'lon qilib o'tishimiz mumkin. Birinchi o'rin yutuq egasiga $500, ikkinchi o'rin yutuq egasiga $300, uchinchi yutuq egasiga $200, to'rtinchi o'rin yutuq egasiga $100. Mabodo yana polvonlar ko'p ishtirok qiladigan bo'lsa, yana sovg'alar, mukofotlar tashkillashtiriladi. Barcha polvonlarni mana shu kurashga taklif qilib qolamiz va tomoshabinlarni ham ayniqsa o'zlaringiz kelib tomosha qilishlaringizni taklif qilamiz. Mabodo uzoqlarda yurgan, safarda yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, uzrli sabablar ko'ra bora olmayman deydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, hech ham hayajonga o'rin yo'q. Bemalol Umid studiyasi orqali jonli efirlarda tomosha qilishingiz mumkin. Umid studiyasiga zafarlar, omadlar.